Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Afu qilinglar, hali uzun bo'lib ketdi. Huzuringlarga chiqolmadim. Sababi dam olish qilmay, uzluksiz chiqib ketdi. Ishlab, bugun dam olish qildik. Shunga savollaringlarga vaqtida javob berolmadim. Yani bu yerde savollarga javob berish uchun o'tirib chiqyapman. Biroq savollaringlarning yozilgan yerini izlab topishga vaqt yer vermedi. Şuna isimli qag'ini bo'yicha savolning ayni jumlasini emas, isimli qag'in mazmuni bo'yicha javob berishga majbur bo'lib qoldim. Şuna kechiringlar. Ba'zilar mustaqillik deyishning vaqti kelmadi deymish. Rasli mustaqillikning vaqti kelmadimi deydigan mazmundagi bir savol bor edi. Andaqda biz shunday so'rasak bo'ladi. Undaqda vaqti qachon? Vaqti qachon keladi? Bu belgisiz bir vaqt kelgicha Şarkı Türkistan'da Uygur diyaleydigan adam qalamdı, qanmamdı. Qarindoshlar, Üç Efendi shunda qarashdi bo'lgan. Xususan İsa kechiring men Dudayevning kitobidan Checheniston milliy marshini o'qib biraz ko'nglim buzilib ketib qolgan. Shuni hozir shuning ta'siridan qutulolmayapman. Xususan Üç Efendi ichida İsa Efendi Şarkı Türkistan mustaqilligini yoqlamaydiganlarning boshlamchisi edi ve bunun vaqti kelmadi deydi. O çağda Şarkı Türkistan'da Xitay nüfusu 2% idi. 2%. O çağda degenimiz 49. yılı. Şunu aldı. Bu komünist istilasını bilen ilgirki Xitaylarının istilasının çigirisi olan 49. yıldaki nüfus nispetinde Xitaylar 2%. Hazır tengiten Xitaylaştı. Yani bu vakit kelmegen bolsa Uygurlar tugab Xitaylar o'zi qolganda kelamda. O çağda kelsa shu Xitayda o'ldi bo'ladi u. Singapurga o'xshash Jungu deb atalmaydigan, boshqa bir at bilan ataladigan yana bir Xitayda o'ldi. Bu shunchalik tushprandi gapki, avara bo'lguchiligim yo'q qarindoshlar. Aslida bunda savollarga tükürüplü qo'ygulik. Davani aldı bilan xalqaralashtirib, andan mustaqillik deydigan tartib yo'q. Bir davani qanchalik cho'ng boshlasan, qozonching shunchalik cho'ng bo'ladi. O'tgan 70 yildagi Xitoydan ayrilmay turib masala qilish orzularini asos qilgan dava nemishqa xalqaralashtirishni ishga oshira olmabdi ekan? 70 yil vaqt yurildi ularga. Bugünkü bulupmu 2018 yıldan keyinki mustaqillikni tushuntirush tashabbuslari kuchayishga boshlagandan beri tunuluş, xalqaralashish sur'ati hech qachon ko'rilmagan natijalardir qarindoshlar. Bu natijalar taslimchilikning pardalangan shakli bo'lgan boshqa turdagi tashabbuslarning xato ekanligini, xalqaroning bir davlatning ichki ishi hisoblanadigan da'voga emas, mustaqillik talabidagi da'voga
texmi qiziqadiganligini isbotladi. Bugun Uyg'ur tilliq bo'lishib qaramay Xitoy uchun so'zlaydigan kishilar va to'plar turli usulda mustaqillik davosini to'sish urinmoqda. Bularning eng jirkinishli bichara o'rnaklaridan ashu mustaqillik demay ozodlik deyish tashabbusidir. Mustaqillik xuddi Xitoyning yuragiga patgandek. Bu janoblarning yuragiga patadiganligini bulardan ko'rib olish mumkin. Azadlık deyini, müstakillik demeyini. Ya bunun putlaşkanıga heyran kalmay çağrı yok kardeşler. Ne kadar bir çağrılık. İndiceniz deyiş arkalı xalqning canını olsun saklap bağlı buludu dep qarab, mana şu talepte bolgan boluşları ihtimallik hakkındaki sualga kelsek, dep ötkünümüzdek. Xitaylarning indigeniz haqlariga hurmat qiladiganligiga qanday kafolatlar bor? Xitoyparastlar buningga neden kepil topadi? Xitoyga qanday ishonamiz? Bu xuddi osmondagi g'ozning sho'g'isidek bir huquqdir. Buni deb mustaqillik davosidan mangulikka voz kechish kerakmi? Or-nomusimizdan, insonlik qadr-qimmatimizdan voz kechimizmi? Xitoylarning past ko'rish, hayvan deb biladigan darajadagi dimoq qaqishlari ostida xo'rlik ichida jonimizni saqlab qolsakmi, maylimi? Mayli degichilar bo'lishi mumkin, ammo bu talabni xalq nomidan qilish huquqlari yo'q. Xalqimizning ko'pchiligi bu xo'rlikni ixtiyoriylik bilan qabul qilgandan ko'ra o'lib tugashni tanlaydiganligiga ishonaman. Hech bo'lmasa aqimizda sharafli etimiz qoladi, sharafsiz tasminlat bo'lib qolmaymiz. Navoiy hazratlarining muqam teksti qilingan bir she'rda shunday misralar bo'ladigan. Navoiy tilin odamga har turli balo tilidi. Ölüm bekrek yaxshi tiriklikdan kishi kim sharmisor bo'lgach. Sharmisarni bilasizlar qarindoshlar, sharmandalikning ornimiz to'kilib rasvoyi jahon bo'lishning yuqori pallasi sharmisor. Navoiy deydiki, ölüm bekrek yaxshi tiriklikdan kishi kim sharmisor bo'lgach. Biz uchunmi ölüm bekrek yaxshi tiriklikdan sharmisor bo'lganimizdan ko'ra. Odatda hammamiz asalli og'zimizdan chiqaramiz-ku. Qahramonligimiz tutganda. Onda yashagandan o'lgunim afzal deb. Mana shu masala dal shu deydiganlarimizni amaliyatimizda ko'rsatadigan yeri. Yana bir savol bor. Men bu savolni yana deb o'tganimdek o'zlashtirma qilib o'tdim. Xotiramda qolgani bo'yicha. Umuman xato ish, munofiqona ish, xoinlarcha ish qilganlarni o'tirdi sazoy qilishga qarata ba'zilar darhol ittifoqlikqa ta'sir etadi. Mushu gapni qiladiganning vaqtimi? Beshimizda o't kuyiyotsa deydigan inkaslar bilan xatoni ko'rsatish, xatoni tanqidlash, xatoni la'natlashga qarshi chiqar ekan. Bu haqiqatan ziyonliqmi? İki xil ahvol mavjud. Biri, bugungi kunimizda da'vochi qalbida ish qilayotgan, ammo qilayotgan ishlari Sharq Turkiston xalqining tikki orzusiga qarama-qarshi bo'lgan. Qilayotgan ishi Sharq Turkiston xalqining tikki orzusiga qarama-qarshi bo'lganlarning qilgan munofiqona ishlari o'tirib so'rab chiqilgan bo'lsa, buningga darhol 4 puti uyri qilib qarshi chiqadigan qandaqdir ittifoqlik ta'sir etadi degan ulug'vor bayroqni chimpardi qilib olgan qarshi chiqish ekan. Yana biri biz singdirilgan ang bilan ulug' deb bilgan tarixiy shaxslar haqida. Diqqat. Men bu haqda bek ko'p so'zildim psixologiyaga oid singdirilgan ang, qayta shakllantirish. Eslanlar. Biz singdirilgan ang bilan ulug' deb bilgan tarixiy shaxslar haqida asli haqiqiy abdi bashiri ko'rsatilgan bo'lsa,
Bununla karşı çıkış, hatta paketlerini inkar kılıp, onun ornuna özümüzün abstrakt hiyalını deste verip, hazır mı şunun vakti mı? Deydiğen bir xil talbilik. Geçerimler. Avalqısı, kün sir eni eçilivatkan, vatan millet davasında sezgürlüşüp berivatkan bir türküm vatanperverlerinin dava bidiklerine karşı meydanıga alakadar bolsunun keyinksi, yani sındırılgan an bilen bizde bir ulug dep biladigan qaraş şekillendirilgan kişiler hakkındaki. Bu keyinksi barlıq Şarkı Türkistanlarga alakadar deyişki boladı. Yani keyinksi de bir xil kollektiv nervis elişip keliş vaziyetini görürüz. Çünkü paketlardan qat'iy nazar gap yo'g'latganligimiz normalligimiz emas albatta. Avalqısı hala davam kılıvatkan, her günü degidek gözümüzge taşlanıp turduğan işlerden bulup kılıvatıdı ki, ilgiri xalq uxlavatkan zamanlarda davanı höddigelavagan höddigerlerinin kılmış etmişlerden hesap soraş tipideki suallar karta ittifaklık tesiri yetidu, g'aybat, özara koçulaş, davağı ziyan yetkizidu degandek g'aybatlik krizilerini aldığı takap, cinayetlerini yapışıkı urunuş hareketi bulup, hatanı tüzdüş hiç kaçan ziyarlık olmaydı. Bu xuddi konu bid'at adetlerimizdeki akşamı tırnak ağası yaman boludu degen okşaş akmas gaptur. Üsüp ketken tırnak meynetçilikten simvollik tiplerden biri. Kültürümüzde şunda karalıdı. Şunda koy. Endi bu tırnakni eksiz saklaş, meynetçilikni 12 saat uzak saklaş demektir. Şunu közgü çelikten çağdığın üzüde yadığı yetken vakıttılar, vakti çıkkan hamallar erigdigan yaxşıdır. Eksiz saklaş ameliyette meynetçilikni saklaş demektir. Xuddi shuningdek, xatolik bayqalgan hamalni tuzish eng to'g'risi. Ziyanning nereden yansan foydadir. Buni ilgari bir videoda yepiqroq shaklda degandek qilaman. Savol so'rag'uchilar xatoning, jinoyatning so'rig'ini qilganlar millat uchun mas'uliyatchanlikning bir xil ifodasidir. Bu xil udumni cho'qim davomlashtirish emas, texnik kengaytirish foydali. Chunki u dunyodagi hisob kitobning cheklamalik roli bo'lmasaydi, jinoyatlarning miqdori nechasi ko'p bo'lgan bo'lardi. Hisob kitob bo'lmasa, kim jinoyat o'tkazishdan o'zini cheklaydi? Agar 10 yil avvaldan boshlab xalqimiz bugünkidek bo'lgan bo'lsaydi, Xitoyparastlar indigenous xalq salohiyati uchun iltimos sunolmagan bo'lardi. Shunisi, o zamonlarda ularga hech kim qarshi chiqolmaydi. Men bechora yolg'iz qolg'achqa meni ichi yomon degan sifat bilan kishilarga tonutib, ko'may turib yomon ko'radigan nurg'un odamlarni barliqqa keltirgan edi. Yani munofiqlikqa chapan yapqanlarning ichi yaxshi, munofiqlikni echib tashlaganning ichi yomon. Endi Uyg'urlarning umumiyuzlik talvilik tutib ketadigan yana bir masala tarixiy shaxslar haqidagi salbiy baholar qarta bo'lib, bundaq sezgurlik eshib ketish bizdagi shakllantirilganlikning bir isboti bo'lsinmi, singdirilgan ongni o'zimizning tanlashi deb xiyol qiladigan bo'lg'achqa, ulug' biladiganlarimiz haqida biror salbiy sifatlarni maydonga keltiradigan paket o'tirib qo'yilsa, darhol tutishib olgandek qarshi chiqishlarni ko'rdik. Köp uzak olmadı. Qahar Barat Efendi 2. Cumhuriyet'e ait bir kısım makalalarını e'lon qilgan edi. Bu kişi xalqimizning kallasiga dahi qilib qachalangan Ahmedjon Qosimi haqida tatinmayla munofiq, jasus degan qalpoqlarni kiydi. Buningga shiddat bilan qarshi chiqildi. U ko'rsatgan paketlarni bir tepkida rad qilib etdi. Manbalarni saxtaga chiqarishni rad qilish metodlaridan biri edi. Qarindoshlar, paketga hurmat qilishni qachon o'rganamiz? Qahar Baratning deganlari haqiqatan bek muhim edi. Bu mezgilni emas, yaqinqi zaman tariximiz haqida cho'qim takror o'ylanishga tegishli nurg'un o'ynalgan taraflarning borligi rost edi. Bu inqilobning beshidan beri taki mustaqillik jakalanib Cumhuriyetning e'loni qadar kim edi doimiz? İnqilobning beshida kim edi?
Eleyxan tür emasmidi? Nima uchun kommunist sistemda eleyxan turini tilga ilishga bo'lmadi? İnqilab qo'zg'agan, rahbarlik qilgan bir dahi tashlanib kelayotganligi yolg'onmi? Bu rost. Cumhuriyetning qurilishini e'lon qilgan eleyxan turi. Mustaqillikni jakalagan eleyxan turi. Bu inqilobni qo'zg'ashda xalqqa nutq so'zlab, xalqni o'yg'atgan, inqilobga atlandirgan eleyxan turi. Yolg'onmi? Rost. Ahmetcan qachon paydo bo'lgan? Bekki qarindoshlar. Bekki. Tamam. Başqa paketlarning hammani red qilsanglar, red qilinglar. Başqasini qo'yapmi turayli. Aş 11 bitim deganni hammamiz biladigan katta bir burilish nuqtasining mas'uli bo'lgan bir kelishim. Shundaymi emasmi? 11 bitim. Buningga kim imzo qo'ygan? Bu 11 bitim bilan biz qozonganmidik, uturganmidik? Bu paket bu. Cumhuriyet hükümetinden vazgeçilip, ülkülük hükümetke maqul buluş 11 bitimning mahiyetlik mazmuni emasmi? Buni inkar qildiganlar chiqib baqanglar, o'tirg'a men ko'rib baqay. Cumhuriyet hükümetining taqati yutilganligini jakalagan kim edi? Cumhuriyet hükümeti taqaldi, mavjud emas deb e'lon qilgan kim edi? Biraz aqlli olaylı, lilla olaylı qarindoshlar. Birisiga majbur bo'lgan degan bahonani qilib aqlasak, boshqasiga majbur bo'lganlik sababini unutsak, lillalik olmaydi. Men ko'p qatim dedim, shu majbur bo'lgan degan masalaga. Majbur bo'lgan degan bilan munofiqlik olmaydi qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Düşmanning qo'liga chiqib qolgan bir inqilobchini o'ylanglar. Düşman uni inson qalbidan chiqqan qiyin qistoqlar bilan azoblab, oxiri u chidayolmay tashkilotning maxfiyatligini satsa, düşmanga taslim bo'lsa, biz uni munofiq deymiz ya. U qadar qiyin qistoqlardan keyin chorasiz u taslim bo'lgan tursa, uningga majbur bo'lgan demaymiz-ku. Nima uchun? Hech qanday qiyin qistoqqa ilinmagan, hech qanday u qadar inson qalbidan chiqqan majburlashni beshidan kechirmagan bir munofiqni majbur bo'lgan deb aqlaymiz. Yana boshqa deydigan gapinglar bormi? O'sha aqlig'uchilar. Boshqa gapinglar bo'lsa, dangma, uningga javob beraman. Bu aşınçilik olsun biraz yapıqalıqda. Eğer umucu olsa, bununla razı olmağallah, xuddi qahar baratdek maqala yazsın. Bo'lmasa, umucu tushliqroq gaplarni qilib yursa, tag'in yaxshi bo'ladi. Intayin muhim yana bir savol bor. Qarindoshlar, diqqat. Intayin muhim bir savol. Uyghur xalqini köptürüp göstüş kimning ishiga bek yaraydi? Yani Uyg'urlar bek yomon, kuchli, Xitoyni qo'rqitib yutib boradi, karomat xalq jamoamiz deganda köptürsak demakchi. Shu kimning ishiga yaraydi? Men bu savolni bir oz yapsalib etdim, sababi savoldan isimda qolgan mazmun bo'yicha oldim. Sual vayani tapamadım. Yoki tepishga vaqtim bo'lmadi degan ishim jo'q, aran bir dam olgan kun. Nima uchun bu savolni muhim deganligimni ba'zilaringlar anqirib oldinglar-ku deyman. Uyg'ur xalqini ko'ptirib ko'zitish tabiiyki Xitoyning ishiga yaraydi. Chunki bu Xitoylarning vahshiyona ijroatlarini, ziyoda kuch qo'llanishlarini xilli aqlga uyg'un qilib ko'zitish rol o'ynaydi. Xitoylarga o'z foydasini ko'zlab bu atalmış Uyg'ur terroristlarini bekli kuchli, diqqat qilmasa dunyoni ko'ydirib yutadigan ko'rsatsa, mayli. Bu tushunishli.
Ama dikkat kılınlar ki bazı Uygur davaçılarımı okşaş mukamını zaman zaman to'lab turdi. Davaçılarımızdan biri bir zamanda radyoga so'zlab, balkim bu janobi Mehmet Doktor bo'lish kerak ismli qilishicha, ana shundoq ko'ptirib ko'rsatgan edi. Uyg'ur xavfini. Xavf qarindoshlar. Uyg'urdan birisiga xavf kelgidek bir nima bormi? Xeli yillar avval qishdi bu. Bu men shu chaqda bir maqola yozgan. Bu radioda e'lon qilingan Uyg'ur xavfini ko'ptirib ko'rsatish haqidagi bu sapsatiga qarshi men bir maqola yozib ilgirki to'rbetda e'lon qilgan. Ko'ptirib etilgan Uyg'ur xavfi mavzuliq bir maqola edi. Agar bu maqolaning oxirgi vaqtini yozgan bo'lsam, bu ko'ptirishning tunji qatimliq bir Uyg'ur davochining og'zidan chiqqan vaqtini bilgan bo'ladi. Men uni izlab baqanmadim, rostini desam. Qarindoshlar, davochilardagi mushturdagi masalalarning harakatlantiruvchisi zodi nimadir? Nimadir bu? Bu savol meni har zaman qiynab keldi. Acaba bu sapan masalasidir? Yani Uygur'unu küçlük görsetsek Xitay korkup ketidi deb o'ylab qolamdigandi. Go'yo Xitoylar bizning qanchalikligimizni bilmay qoladigandek. Yoki bu bilib turib qilayotgan Xitoy malayliqimidir. Bu haqda mushundaq masalalar haqida qarindoshlarning har zaman hushyor bo'lishini tavsiya qilaman. Chunki biz shundaq bir vaziyatdamizki, xuddi Abduxoliq Uyg'ur degandek, endi bizda hech mal yo'q, kasb faqat jon ketadi. Aşı vaziyatda biz. Bizde fakat muş acizane can kaldı. Muşu vaziyatda mı hata keçikten qaytmay, taraftarlıkını cari kılıvatkan ahkamın insanlarımız huşun tepiş gerek. Garip elleri Xitaylarının Paris koltuğundaki ilgirleşlerden xavf his kılmamdı. Bu yan bir sual. Maldiviylardaki küstüşman kütleri, Gvadardaki deniz armiya bazı qatarlıklardan demekçi. To'g'ri. G'arb bulardan xavf his qilib kelyapti. Besh burchaklik binoning Amerika hukumatiga bu xavfdan ogohlantirib yo'llagan ko'p qatimliq dokladlari bor. Eng dastlabki dokladni sungan vaqti 2000-yillarning boshlari edi. Lekin nima uchundir Amerika hukumati bu xavfni jiddiy olmay kelyapti. Buning sababi Amerikadagi kuchdan qo'nliqida Xitoyga mablag' solgan kapitalistlar guruhining ustun kelayotganligi asosiy omil bo'lishi mumkin. Agar bu farzimiz to'g'ri bo'lsa, Alloh saqlasin, u holda dunyoning hokim kuchi bo'lishi roli Amerikadan Xitoyning qo'liga o'tayotganligining bishoratidir. Atalmış İslam Hareketi Gruppasining Pokistondagi mavjudligiga oid aqliy yakun usuli bilib qilgan gaplarimizga ba'zilardan kutilgan qarshilik keldi. Ammo yangilik emas. Paxtasi etilib titilib ketgan ko'na chapan. Yana pochtolarning erkakligi, mehmonlarning jon tikib qo'g'daydiganligi, Pokistonning kuchi yetmaganligi. Biroq birdilla yana Pokiston armiyasining kuchlikligi dunyoda 6-o'rinda turadiganligi degandek bir-birini tutmagan paranglar. Mushuningga ishinib yurgan aql bilan qaysi cho'ng-cho'ng ishlarni qilg'iliblar qarindoshlar. Pokiston bilan Xitoyning munosabati odatdan tashqari bir munosabat. Hatto do'stlikdan o'tib qulchilikqa yetib borgan desam bo'g'ideklar. Bu holda Xitoyning dushmanlariga uy sohibi bo'layotgan Pokiston bilan Xitoy cho'qim ayrilib ketishi, dushmanlashib qolishi kerak bo'ladi. Davlatlar munosabati mana shunda. Agar Pokiston Xitoydan kelishmaydigan kuchli bo'lsa, Xitoyning Pokistonning ba'zi texnikalarga, ba'zi mahsulotlarga balki ehtiyojli bo'lsa edi, urush talashnimi qiyg'ach almashtirish munosabatini qilaverdi desak. Ammo unda ahvol yo'q. Pokiston tamoman Xitoyga biqindi holatda. Xitoyning Pokistonga bo'ladigan do'stligi ana shunday. Gvadar o'xshash portlarni so'rab elish, Pokiston tuproqlarida askar turg'izish va Hindiston kartada pechki qilib o'ynash. Bunday ahvolda Pokiston Xitoyning qilayotganlariga yana qanday javob qaytarishini bilolmay, xuddi uyiga boy mehmon kirib qolgan yo'qsuldek tutqan qo'ygunni bilolmay qoldigan vaziyatda. Bu holda
Agar bu yaqin do'stining dushmanlariga o'zining kuchi yetmagan ahvolda mening kuchim yetmadi, o'zing kelib yo'qotib ol desa, Pokistonga qo'shpayda bo'ladi. Hem chiqimda bo'lmaydi, hem aksiga xizmat ko'rsatib oladi. Lekin bundoq bo'lmadi. O holda nima deb xulosa chiqaramiz? Razvedkada aqliy xulosa usuli degan usul bor. Mana shu usul bo'yicha bu qurolli kuch Xitoyning Uyg'ur terroristlariga bo'lgan ehtiyoji uchun kerak. Shuni u mavjud bo'lib tura oladi. Yana takrorlab qo'yay. Men bu topda nurg'un, hatto mutlaq ko'p sondagi mujohidlarning sofligiga ishonaman. Lekin ular gol, sodda, shundaqla ularning qaror chiqarish huquqi yo'q. Tizgin tutgan kishi yoki bir necha yillarla chataq. Endi yana mening iymonimni so'roqlaydigan avorchiliklarni tatib yurmaysizlar. Bu Allohning ishi. Men sizlarning islomchiliklarni so'roqlab yurganim yo'q. Chunki men ilgari ichki bekorlangan islom va quruq aqidachilik mavzusida bir video e'lon qilgan. Mana shunda sizlardek islomchilarga bahoyimni berib qo'ygan. Men sizlarni bek obdan bilaman. O'zinglarga vaqtmay 100%lik talab bilan muomala qilasizlar. Şuna sizler bilan talashganning foydasi yo'q. Agar rostilla Xitoyga setilmaganlar bo'lsa, ishonamanki yana 20 yil o'tganda mening qarashlarimni ishini e'tirof qiladi. Xuddi ilgirki vatan desa bo'lmaydi deganlarning vatan demasi bo'lmaydiganligini tunib yetganidek. Aşılarımız Sabit Damollaning iymonini qayta baholab xulosasida uni yaratmay qo'yishganlar edi. Ana shulardan biri nima degan? Diqqat. Men bu qatimqi ishni buzib o'tganligimdan faxrlanaman. Yaxshiki buzilib ketdi. Bo'lmasa g'alba qilib qolgan bo'lsa, demokratchilar taxtga chiqib oladi emasmi? Deganlar bo'lgan bu islomchilarning ichida. Ya'ni Uyg'urning demokratchilar taxtga chiqqan mustaqil bir Sharq Turkistonning borliqqa kelganidan Xitoyning hukmronligi ming yaxshi demoqchi. Mana bu Uyg'ur islomchilarining ahvoli. Boshqalarning vatanini ozod qilishib berib, boshqalarga shahid bo'lishib berib, o'lishib berib, o'ziga eshinmay o'tib ketadi. Bugungi kunlarimiz shu. Xitoy qanchalar o'chmanligi yo'q. Faqat bek chinib qoladiganligidanlar Xitoyni eg'iz qilib qo'ydigani bo'lmasa, ularning dushmani demokratiya. Ularning dushmani g'arib. Biroq keyingi zamonlarda biz qachon Xitoyga qarshi turamiz degan g'avg'oning ko'payishi va uning ichida bo'linish paydo bo'lib, cho'ng jamoat, kichik jamoat deb bo'linib bag'an siri bu cho'ng jamoat parchalanib ketayotganligi uchun Xitoyni erishga boshladi. Bo'lmasa Xitoy degan yo'q qatorda. Bu darajada. Hatta ba'zilarini yo'qotib etdi bu da'vochilarning. Nima uchun Xitoyga qarshi turmaymiz? Qachon biz Xitoyga hujum qilamiz deganlarni biz zaten nima ish qiladigan top deb surishtirib qilganlarning ba'zilari yo'qolib ketdi orliqda. 20 yillik ko'ni mujohidlar. Yo'q, g'oyib. Jimiq turib etdi yani. Bu aslida Xitoy mollalar sog'an g'alolar bu. Mushu demokratiya va g'arb dushmanligi. Yani o'ziga bo'lgan dushmanlikni unutuldirish uchun ularga boshqa bir dushman deb berayotgan bir ish. Bu siyosiyda ajenda bo'ldi, bu uyan ajenda o'ynaldi. Men ko'p qatim dedim, bu siyosiyda, bu davlat boshqarishda dushmanga ehtiyoj bo'ladi. Bu xalqqa cho'qim bir dushmanni tepirishing kerak, bir dushmanni ko'rsatishing kerak. Dushman ko'rsatilganda andin u xalqni ma'lum yo'nalishga yo'llantirgili bo'ladi. O'tirda hech dushman bo'lmasa, aplashmaydi u. Bu siyosiyning ehtiyoji, bu dushmanga bo'lgan ehtiyoj. Mana shuning uchun Xitoylar bularga teppagan dushman bu. Mana shunday ketadigan gap qarindoshlar. Buningdagi ma'tullikni til bilan tasvirlashga imkon yo'q. Bir latif anlagandim. Ovchi oilasi haqida. Şu latifni deb bersem balkim bizning islomchilarimizga ajab o'xshaydi ekan deb qarashim mumkin. Bu ovchi oilasi asosiy jihatdan qoplan bilan yo'lvas ovlaydi ekan, qopqon qo'yib turib ovlaydi ekan.
terisini, hem de onun terisi bek isil kıymet baha bolgaçka terisini tuttu. Şunun öyle igilik tikleyen aile iken. Bir gün ovçu üzünün oğlu bilen oğu çıkıptı ormanga. Gerçi olu kapkancı bolsumu ihtiyat üçün bexatarlik üçün miltiqni elip aladygan işken. Ormanga kirip kendinden kim bir şäp anlapdy, ovçulun aýdy uşagyly der şäpini bir näsini pämit edýän boludy. Dadys depdiki bir şäpi var. Sen mandamaň, men matarapdym maňa. İşkeyle korşaýmyz dep. Balasyny uýanga böwürüp, üzi uýanga gitipdi. Bala uýgan bir daraxtyň keýinden da marap tusa bir wagt karapdyki bir gayri awaz çıkıpla jütüp bu awaz quruq şahylynyň şaraqşygyny ýerdiki sungan şahlynyň şaraqşygynyň karasa bir kaplan dadysyny aşaýlygy möşk balasyny kötägende beldilli gamallapmyş saňgylyp ekitip bararmyş da. Ollu şara miltiqni betlep dadysyny gutguzyş üçin kaplanyny atay dep karagala bassa, kaplanyň agyzyda saňgylaglyk gitip bargan dadysy körep gelip balasynyň miltiq betle atgyny. Balam! Dikkat kıl, putuga at! Terini buzup koysan pul kalmaydı, dep muğa karapdy. Mana şunun okşaş bir işler, kırındaşlar. Muşu 100%lik şu top-tolukmuş dünyada hiç bir musulman kılanmadı ama o 100%lik ne? Ama bizning İslamçılar muşu 100%lik talep bilenle iş kıtıgılik. Şuna ok tegip tişilip gelse terini pulganmaydı dep kaplanның ağzıda gitip berip nu akıraydıgan gep. Endi Taliban, Taliye matbuatynyň Taliban hakkında bek köp gep kıygym yok rastyn desem. Çünkü bulgy meniň häwsim bar. Bunu ýuşumayman. O teşvikatly diýilgeniň kançylyk rast, kançylyk ýalganlygyny biz bilenmeýiz bu ýerde oturup. Ama bir näse meniň häwsimni keltirgen ýeri şuki, bu poştullarning arasida tarixten kelip atkan intaýyn eğir we sert bir adet var. Bekçewazlyk. En eğir. Taliban mana muşuny ölüm bilen jazalandyrdyganlygyny elan kılgan aldyňky hytymlyk hakimiýet naga wagtyda. Bunu kat'i keçirilmeýdigan cinayet hisaplagan. Mana muşunda ýaxşy taraplarmy bar. Onun üçün bu Talibany selbileştiriş niyetim yok. Ama men bu ýerde döwletçilik ve siyaset noktasıdan bazı näsilni diýişke mecburman. Bu onu kiçiltiş maksadydaki gep emas. Emeliýet bu. Taliban İtaliya matbuatynyň ziýarety kılgan bayanında 3 döwlet bilen alaýdy ýaxşy münasibetde bulup Awganystanyny gaýta kurup çykyş işide hemkarlykda boldyganlygyny aýtypdy. Bulardan Xitayny alaýdy urgu bilen tilge elip, onun ornuny bilindirgenligi küzet güçläriniň dikkatinden kaçmapdy. Bu hatama? Xitay bilen hemkarlyk kıysa Taliban, bu hatama? Men hata demeýmen. Milli menfaat, döwlet menfaati ene şunda bolady. Bu menfaatler zörüri kıyganda çokum kılыныş gerek işler. Xitay bizning düşmanymyz. Ama Talibanyň düşmani emas. Toňra islami noktadan onuň düşmani boluş kerek. Lekin döwlet menfaati, milli menfaat aldyda o bizni dep Xitay bilen ýaman boluşy siyasi savaşsızlyk bolady. Şunun üçün Talibanyň bu kılmışyny
Ben hata demeyim. Bunun üzünün noktasının bu toğra. Ben bunundan 23 yıl avvalgi bir makalada siyasiydeki şiirikçilik hemkarlıklarının obrazlık bir okuşuşunu Roosevelt'nin nutqidan naql qilgandim. Şu çağ, yani 2. Dünya Urushining başları Amerika, Büyük Britaniya Sovet İttifaqı bilan ittifaqdoshlik kelishimi imzolagan. Buni hammanglar bilasizlar. Bu bo'lsa Amerika jamoatchiligida turli g'ulg'ulaga sabab bo'lgan. Mana shu sababdan Roosevelt bu nutqida qadimgi Yunonning bir xalq tamsilini so'zlab bergan. Nima g'ulg'ula bu? Chunki kommunistlar kommunist bilan qanday hamkor bo'lgan bo'ladi degan g'ulg'ula bo'lganda. Bunun uchun Roosevelt bu nutqida Yunonning bir xalq tamsilini so'zlab bergan. Uning nan tegadigan yeri shu bu tamsilning. Ballarim, kövrükten ötüvağıça şeytanğa hemra bulunlar degan bir cümle. Nan tegadigan yeri shu. Ko'rdinglar mı? Komünist bir davlat bilan bo'lgan ittifoqdoshlik mana shu tamsil bilan tushuntirilgan. Talibanning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligimi ko'vrikdan o'tib shaytonga hamroh bo'lishning bir o'rniki. Demak, siyosiy bu. Fakat bizninkilarla haliqidek 100%lik şartni qo'yib olib, mavjud shartlar, qilibleşib qolgan dunyo sistemiga qarshi xiyoliy gaplar bilan umr zoya qildigan gap. Qandaqdir islomiy ozodlik. O'rgilib ketay. Islomiy emasroq bo'lsa rad qilamdik. Xitoy turaversinmi? Yuqorida misol qilingan islomchimizda qarindoshlar. Biz Cene halkımıqı kep qalğan vaziyetdeki bir xalqmiz. İslamda açlıqdan ölgül tuğan adam haram narsalardan hayatını saqlab qağıdek yese günah bo'lmaydi. Kur'an deydi bunu. Bu Kur'an'daki ayet qarindoshlar. Demek insan hayatı mavzu bahisi olganda farzlardan muhim o'rinda turdi degan gap. O halde biz İslamiymi emasmi qat'iy nazar bir şekilde Xitoydan qutulishimiz texmi muhimdir. Abdullah Azamdan Afg'oniston jihati haqida so'raganlarda nima degan? Men 20 yilning oldida yozgan kitobimda naqllarni o'qib beray sizlarga. Bu qurlar Abdullah Azamning Islom ellarini qo'g'dash farzdir nomli kitobida ilingan. Şunda değil dost. Yeterlik seviyede İslam terbiyesi bile terbiyelenmeyen Müslümanlar bilen bile uruş kılımız mı? Cevap. Bu sual bazı samimi Müslümanlar tarafından koyulmakta. Ularning bir kısmı samimi Müslümanlardır. Ve ular soraydı ki Afganistanlıklarga o'xshash arasında samimi Müslümanlar mı, yolg'onchilar mı bo'lgan? Arasında tamaki ve şivar bir xil çekimlik. Şivar çekishi yeyilib ketgan ve bir qismi tamaki elish uchun qurollarni setayotgan bir millat bilan birga qanday urush qilamiz? Yana ular shunday kishilarga o'zlarining Hanafiy mazhabiga mutaassiblik qiladi ve bir qismi tulum ya tumar esa oladi. Biz bular bilan birga qanday urush qila olamiz? Javob. Men sizlarga shar'iy dalilni ko'rsatishdan burun aytamanki, yer sharida yuqorqi ishlarning xoli bir musulmon millatni men ko'rsatib beqinglarchi. Biz bu ishlar bor deb musulmon tuproqlarda kofirlarni qo'yib qo'yamdiq. Javobdan burun buni deb o'tadi. Retorik bir savol. Endi rasmiy javob. Urush qilish lozim. Chunki urush qilish ikki ziyonning cho'ngraqidan saqlanish. Müdafiyalanish qoidasi ustiga qurilgan. Bu masala to'g'risida Adliya hukmlari nomli jurnalda bir millik moddalar bor. 26-modda. Xalq ommasiga keladigan ziyonlardan saqlanish uchun shaxslarga keladigan ziyonlarga chidashlik beriladi. 27-modda. Cho'ng ziyon, kichik ziyon, ya'ni unga chidash bilan yo'q qilinadi. 28-modda. İki buzuqchilik bilan uchrashganda buzuqchilikka ozroq bo'lganini qilish orqali ziyni ko'p bo'lgan buzuqchilikdan saqlanish kerak. 29-modda. İki yomonlikdan ziyni ozroq bo'lgani tanlanadi. Demakki,
İki yamanlıkның ziyni azırak boğununu tallaş lazım. Qaysının yamanlığı köprək? Ruslarning Afg'onistonni ishg'ol qilib, uni Qur'on o'qish man'iy qilindigan, islom diniga e'tiqod qilish man'iy qilindigan kafir davlatiga aylantirishmi? Yoki oralarida gunoh, ma'siyat va xatolik tepiladigan bir millat bilan birga dushmanga qarshi jihad qilishmi? İbn Taymiye Mecmu'ul Fatva, yani Fatvalar Toplumi namlı kitapta mındaq deydi. Ahli sünnet vel cemaatinin asas kaidelerden biri yaxşı, yaman bütün Müslümanlar bilen birlikte cihat kılıştır. Çünkü Allah bu dinni bazı günahkar ve İslam dininin nesibisini alanmagan kişiler bilen güçlendirdi. Peygamber aleyhisselam ve hadiste mındaq deydi. Cihat eğer günahkar emirler veya ki günah masiyetleri köp bolgan askerler bilen birleşmegende berpa kılınmaydigan bolsa, ikkinin birini kılış lazım keledi. Ya ular bilen birlikte cihat kılışını terk etiş. Bunun neticesi din ve dünyalıkta zinine ait köp bolup başkalar İslam diyarlarına hükümran buludu. Şarkı Türkistan'da. Ya ki günahkar kumandalar bilen birlikte cihat kılış. Bunun neticesi bolsa günahkar, fasık, pacirlardan müdafiye alınış ve İslam kanunlarının hemmesini berpa kılış mümkün bulmusun mu? Hemmesini berpa kılış mümkün bulmusun mu? Bunun razı olacaktı arkadaşlar. Köp kısmını icra kılış imkaniyeti kolgu kilidi. 100%'lik şartını koyulanmayatıdı bir yerde. Bizninkildek. Eğer onda 100%'lik şartını koyuvarsa, bugünkü muşu dünyada hiç neresi girişkin olmaydı arkadaşlar. Demek İslam'ın bir alimi, Abdullah Azzam'dek bir İslam alimi ve harmas bir küreşçi, bir şehit davatı değil ki hemmesini berpa kıyılı olması mı? İslam kanunlarının hemmesini berpa kılış mümkün bulması mı? Köp kısmını icra kılış imkaniyeti kolu kilidi. Bizning qarşıydığımız bu. Bu 100%'lik şartını koyuverip, o 100%'lik şart bilen iş kılıman ve aşı boyunca siyaset kılıman deseniz mağlup oldunuz deyin. Otur Asiyada inqilab kızgan yıllarda bizning İslamçılar Özbekistan'da misal kılış. Kerimovdek birisi baş bolup kalsa qandaq boludu deyişken edi. Qandaq boludu? Vaqtliq afet boludu. Ama Xitoy manguluk afetdir. Şu çağda degendim. O dinni çeklisimi? Kerimov dinni çeklisimi? Tilni çeklemeydi emasmi? Yana bizden afzalroq tarafi bor. Andan bu bir insan jahonga tüvrik olmaydi, ölüdü. O'rniga chiqqan adam cho'qim uningdan yaxshiroq bo'ladi. Millatning ishida bo'lgan ish mana shundoq asta-asta yaxshilanadi. Ammo yot dushman besib olgan bo'lsa, kundan kunga xarob bo'lib yo'qoladigan ish degandim. Amaliyotga qaranglar. Kerimov davridagi cheklangan ishlar hozir qo'yib o'tildi. Shavkat Mirziyoyevning davrida. %100 to'shmasimi bizdan asman zimin yaxshi oldi. Buni men inkor qilamdim. Bu islomchilar buni inkor qilamdim. Shunchalik yetadi qarindoshlar. Endi bu temaga ichkirlash niyatim yo'q. Bu haqda savol so'ramanglar. Eng yaxshisi mening ash kitoblarimnikini shu chaqdagi avvalini o'qib baxsanglar bo'ladi. Qarindoshlardan ba'zilaringlar allaqachon deyilib bo'lgan mazmunlarni so'rabsizlar. Diqqatsiz kayfiyatni ko'rganda qilsizlar, shunga qayta ko'rib boqinglar. Sizlar so'ragan savollarning javoblari shu videoda bor, oldinqida va yoki uning oldinlaridagi bor. Yana bir savol bor edi. Bu savolning javobi ilgirki qurolli inqilobga aloqador 2 videoda javoblangan. Şunu tepip görüp baksanlar bo'ladi. Yani şu kurallık inqilobga ait. Hozirgi şu Suriyada ko'rinayotgan mujohidlar bilan yoki uni shuni xamitruj qilib bir ish qilgani bo'lamdi deydigandek savollar. Buniga 2 video var. Qurolli inqilobga ait.
Aşını qayta görüp baksanlar, şunu cevapları aşağıda bak. Yana bir sual var. Amerika nurg'un qurol yaraqni tashlab ketdi. Buningda biror g'araz yo'qmidi? G'araz bo'lmasligi mumkin emas. Mulohizalarda Amerika o'zi urushib yurgandan ko'ra shu yerning kishilarini o'zaro urushtirishni aqlliq deb qarab chekinganligi haqidadir. Chunki Amerika u yerda bek ko'p pul xarjladi. Ammo xarjlagan pulni unda tashlab o'tib chiqadigan geri Amerika emas. Balkim uning nimalarni ekketganligini biz bilmaymiz. Bir narsalarni olganmi bo'lishi mumkin. Yoki bundan keyingi planlarga bir jipuch tashlagan bo'lishi mumkin. Endi bu qurollar %100 deb ketgidekmi emas. Yani bir bazı ma'lumotlardan qaraganda Kabul atrofidagi eng cho'ng Amerika bazasida ziyoratda bo'lgan bir muxbirning ko'rsatganidan qaraganda u teshidan nurg'un qatnash vositalari, harbiy mashinalar ko'ringan bilan kerak emas qilib hammani buzib o'tib chiqayotganligi ko'rsatilyapti. Ve saqqaganlarımı bo'lishi mumkin, lekin ko'ringanidekmi emas vaziyat. Chunki u yerdan to'liq chekinish bo'lsa denizga chegirlanmaganligi uchun endi parxod deganning tushishi haqqi azam bo'ladigan nima. Umuman denizga chegirlanmasa quruqliq tushishi bek mushaqqatli. Havo orqali tushish uningdanmi mushaqqatli bo'ladi. Endi shu yerda qo'yib tashlab chiqayotgan azarroq to'xtaydigan ahvoldami bo'lib qoladi. Agar havo orqali to'shiydigan bo'lsa, ashunchalik qurol setib olgan bir chiqim bilan ekketgili bo'ladi endi. U sababdan tashlagan bo'lishi mumkin. Boshqa g'arazlari bo'lishi mumkin albatta. Endi shu yana bir farazdikidek, ya'ni Afg'onistonning o'zida bir-birini urushtirgan texmi aqlliq bo'lmamdi deb qarab chekindi degan qarashga kelsak, ichki urushning signallari bor. Yana 20 yilning oldidagidek Shimol ittifoqi bilan Taliban orasida bo'lgan bu urush oxiri chiqmaydigan aldarkusining laylidek davom qilaverishi mumkin. Bu holda Uyg'ur mujohidlar burunqidek bu urushning jihad ekanligiga ishontirilib, urushga yo'llanishi mumkin. Deb o'tganimdek, boshqalarga ulushib berish, boshqalarning hokimiyatni elishiga yordamlashish. O'zininkiga cho'lis tegmay 20 yil o'tganga o'xshash, yana bir 20 yil o'tish uchun bunday bir ichki urush bular yaxshi bo'ladi yani. Bizninkilarga. Jihad deb xalqni aldab, u urushga evatadi. Burunmi shunday qilgan. Jihad degan. Buningda ulushib berish deyishimning sababi shiyit ulushib berish demadim. Chunki fitna urushida o'lsa shiyit olmaydi. Islomning qoidasi bu. İki musulmon qavm o'zaro hokimiyat olishib urushgan urush bo'ladi bu. Buni jihad deganlar aldamchilik qilayotgan bo'ladi. İchki urush davom qilsa qanday bo'ladi? Xuddi burunqideklar Xitoy Taliban bilan bo'lgan munosabatini qilaverdi. Bu hol Xitoylarning ishiga o'xshashli yaraverdi. Taliban Xitoyga yana muhtoj bo'laverdi. Taliban Afg'onistonning zo'r ko'p qism tuproqiga ega bo'lgani uchun Xitoylar uchun hech narsa o'zgarib qolmaydi. Endi kun tartibga bekmi jiddiy aloqasi bo'lmagan bir savol olimlar haqida yoki Uyg'ur olimlari haqida. Olim degan nima? Milliy olim yoki milliy kimligi ro'shan bo'lgan olim qanday bo'ladi? Ajnaraq qo'daymi savol? Ajnaraq herhalde. Aldı bilen olim degan qanday sifat kimlarga deyiladi, buni qarab chiqaylik.
Alim Arapçadan qabul qilingan söz bo'lib, Allohning 99 ismi sifatlaridan biri alimdir. Allohning bu ismi, alim degan ismi tarjima qilishga to'g'ri kelsa, hammani bilguchi deb izohlanadi. Uyg'ur fanniy sohasida bu ism Arabchadagi izohga xeli uyg'un ishlatildi. Ya'ni alim degan bek cho'ng bir narsa bu Uyg'ur tilida. Ama diniy sohada o kadar emas ekan, misal azarroq ishlatildi ekan. Ammo bu ilmiy sohada haqiqatan qimmat ishlatildi bu alim. Bek cho'ng gap bu. Yani insanlar hayatıga, ilim-fenge ma'lum yenilik ekkegichi, burun yok bo'lgan bir narsani ijod qilguchi. Masalan, bir formula, nazariya, qonun, bu ijtimoiy tuzumlarning qonuni emas. Newtonning birinchi qonuni, ikkinchi qonuni, uchinchi qonuni degan o'xshash ilm hikmatning qonuni yaratgan bo'lish kerak. Ashunday odamlar olim deyiladi Uyg'ur tilida. Hech qanday yenilikni barliqqa keltirmagan odam har qancha bilimli bo'lib ketsimi, olim deyilmaydi. Uyg'ur tilidagi ma'nosi shunday. Ama diniy sohamizdagilar bu ismni sal azam ishlatib ekan dedim. Umuman shu mollalarning hammasi olim deydi diniy sohada. Lekin umumiy Uyg'ur tilida unday emas. Olim cho'qim bir yenilik yaratgan bo'lishi kerak. İlim-fenge bir yenilik qo'shgan bo'lishi kerak. Keşfiyatçı bilan olimning orasida bek zo'r farq bor. Keşfiyat bir xil tuyuqsiz bayqashga qaratilgan bo'lib, nazariyasi bo'lmay turibla hayot amaliyotlari ichida bo'ladigan bayqashlar. Pemba deyildigan kishilarning ijodlari bu turga kiradi. Keşfiyatçılarning ba'zilari bek o'qimagan odamlar bo'lishi mumkin. Masalan, keşfiyat piri deb atalgan Edisonga o'xshash. İnjenerlar, professorlar, doktorlar bek bilimli kishilar hisoblansimi, lekin boshqalar yaratgan ilmni o'rganganlar bo'lib, o'zining yengiligi bo'lmagan ahvolda yanada olim hisoblanmaydi. Bilimli hisoblanadi. Endi bir olimning milliy kimligi yoki milliy olimligi masalasi bir chigishlikka ega. Masalan, bir olim bor desak, bu olim boshqa bir davlatda shu davlatning ishiga yarayotgan bo'lsa, onun milletinden qat'iy nazar şu devletning olimidir. Onun öz milleti bilen kasbiy dairede alakası olmasa, öz kasbidan en evvel öz milletini nasibelendirmegen bo'lsa, o bir milliy olim hisoblanmaydi. Kim üçün ishlayotgan bo'lsa, onun mevillaridan kim bahramand bo'layotgan bo'lsa, u shularning olimi bo'lgan bo'ladi. Masalan, bir zamanlarda Şöhret Mutellib hakkındaki iftixarlanışqa to'lgan madiyalar qizilayotgan chaqda men bu masala haqida bir az to'xtalganim esimda. Shu chaqda biz mamlakatdagi chaqda xabardor bo'lgan ma'lum o'qishib ketadigan ishni misol berganim yodimda. Beyjingda nashr qilinadigan bir jurnal bo'lgan Millatlar adabiyoti deydigan. Bu jurnal Xitoy tilida chiqadi-yu, Xitoy bo'lmagan yozuvchilarning asarlarini Xitoychaga tarjima qilib e'lon qilingan jurnal. Jurnalning bosh muharriri Mo'ng'uldi. Lekin u Xitoycha o'qigan, Xitoylar orasida o'sgan Mo'ng'ul ekan. U asar yozsa Xitoycha yozib ekan. Bir kunlarda ichki Mo'ng'ulga borganda Mo'ng'ullar uningga kutilgan hurmatni ko'rsatmagan bo'lsa kerak. Chunki uning Mo'ng'ulcha asrini ko'rib boqmag'achqa, uning qanchalik mashhurligini bilmasa, tamoman aqlga uyg'un. Buningdan qattiq ta'vi olgan bu kishi qaytib kelgandan keyin bir ta'sirot yozgan. Uningga 60 yoshda burchimni to'nib yetdim deb mavzu qo'yibdi ekan. Shundaqla bu jumlani lavha qilib yozib, ishik beshig'ini chaplayapti ekan. Men shularni misol qilib demoqchi bo'lganimni o'xshash masala edi. Agar bir yozuvchi o'z ona tilida asar yozolmasa, ona tiliga hech qanday g'as qo'shgan bo'lmaydi. Uning asarlari ona tiliga tarjima orqali keladi. Uni qandaqmi milliy yozuvchi degan bo'lsin? Tarjima orqali hammasi keladi-ku. İngilizcesimi keladi tarjima orqali, Xitoychasimi, Ruschasimi. Uning nima farqi?
bir yazıcının qilib berələydigini milliy tilni beyitish, milliy tilni ifodalash kuchini taraqqiy qildirishdi kassi. Bevosita ana tilda yozolmasa bu nishon o'rindalgan bo'lmaydi. Tarjima orqali kelganning boshqa millat yozuvchilaridan farqi yo'q. Xuddi shuningdek, men ayni chog'da Shuhrat Mutallibning dag'dug'isi esayotgan mezgilda bek ko'nglim g'ash bo'lgan. Aqidilla mening bu g'ashlikim bu kishining Xitoylarning taklifi bilan Urumchiga borganida universitetda inglizcha so'zlaganligini anglab texmi avjiga chiqdi. Bir Uyg'ur o'z millatining ana diyoriga berib, o'z tilida so'zlayanmisa, biz uningdan Uyg'ur olimi deb faxrlanamdik. Uning kasbiy utuqlarining Uyg'urlarga nima aloqasi, nima manfaati? U ilim natijalarini, tadqiqot samaralarini ana tilida ilmiy maqola qilib yozolmasa, kimning olim bo'lgan bo'ladi? U kimni foydalantirayotgan bo'lsa, shuning olim. Keyingi chog'larda yana Xitoyning taklifi bilan bu olim Xitoylar bilan gen tadqiqot qilishga boshladi. Xitoylarning DNA tadqiqoti uchun yordamda bo'ldi. Bu demak, o'z millatining yo'qolishi uchun yordam qildi deganga barobar keladi. Shu xabardan keyin Uyg'ur jamiyati bu olimni tashlab etdi. Haliqi dabdaba qilib beshiqi ko'tarib olgan olimni. Deyilishi mumkin, agar ilmiy maqolasini yoki dissertatsiyasini Uyg'urcha yozsa, qaysi ilmiy jurnalda e'lon qilinadi? To'g'ri. Uyg'urlar ichida buni tushunadigan bir tabiqi bormi? Uyg'urlar o'tirib qo'yilgan yangilikni hayotga tatbiqlab, darhol mas'uliyat ishlab chiqara oladigan saviya, imkon, shart-sharoitlarga egami? Buni men o'ylamadim emas. Agar bir olimda milliy his bo'lsa, u doim qanday qilganda o'z kasbim doirasida millatimni foydalantira olayman deganni aqlida tutadi. Mushundaqli niyat bo'lsa, millat uchun foyda yetkazishning yo'li topilmay qolmaydi. Men 4 yilning oldidagi videolardan birida Polsha olimi Mariya Kiorini misolga olgan edim. Mariya Rus mustamlikasi bo'lgan Polshada tug'ilgan. Uning Polshadagi hayotimi ana shu Rus mustamlikasi ostidagi Polshada o'tgan. Lekin kichikgina Mariyaning qalbida mustamlikchilarga bo'lgan o'chmanlik, vataniga bo'lgan sevgi bolaligida bor edi. Buni bir misoldan ko'rib olishimiz mumkin. Bir qatim Rossiyaning bir taftishi Mariyaning maktabiga keladi. Bir murosimda o'quvchilardan Rus charining rasmiga hurmat bildirish talab qilinganda Mariya o'rnidan qimirlamaydi. Taftish darg'azab bo'lib, sen nemishqa podshohingga hurmatsizlik qilsan deb so'raganda Mariya, u mening podshohim emas, sening podshohing. Polshaning emas, Rossiyaning podshohi deb javob berdi. Yani mustamlika davlat bilan o'zini bir davlatga tava deb qaramaydi. Mana shu Mariya keyin Fransiyaga kelib o'qiydi. Bek kambag'al bo'lg'achqa azon deb o'ylarning odam tug'maydigan chidir arasini ijara qilib o'tirdi. Mana shunday jafo mushaqqat bilan o'qishdiki, maqsadi mustamlikadagi vatani Polsha uchun edi. Daima o'z-o'ziga ashundaq rag'bat beradi. Yaxshi o'qib, vatanimning qutulishiga hassa qo'shishim kerak deganni aqli tutqachqa jafolarga chidadi. Oxirida o'z ilmida zo'r natijalarga erishdi. U eng avval bir xil radioaktivlik elementni topganda oldirab, tinab, uningga Poloni deb millatining, davlatining ismini qo'ydi. Bilasizlar, Polsha o'z tili va ingliz tilida Polonia deb ataladi. Ashu radioaktivlik elementga Poloni deb ism qo'ydi. Hozir Mendeleyev davriy jadvaliga qadalsanglar, elementlar davriy jadvaliga Poloni degan ismni uchirdilar. Mariyamu dissertatsiyasini polak tilida yozmadi. Agar yozgan bo'lsa-mu, mustamlikadagi Polshada uning kashfiyotidan foydalana oladigan sharoit yo'q edi. Lekin u ruslarning qo'lida yo'qolib ketami deb ansirab turadigan millatining ismini ilm qomuslariga pititish orqali millatining nomini mangulik mavjudlikka erishtirishni o'yladi va tunji kashfiyotiga millatining ismini qo'ydi.
Bugün Mendeleev elementler devri jadvali qarasanız, poloniy degan bir elementni ko'rasiz. Mariya keyin texmi qimmatlik radioaktiv xususiyati bo'lgan, texmi kuchli bo'lgan yana bir elementni bayqaganda, yana eng avval millatini o'yladi va afsuslandi. Hey! Aldırab ketib birinchisiga poloniy degan ismni qo'ymagan bo'lsam, mana buningga qo'yar ekanman. Bu element bugün hammanglar biladigan radiy degan shu. Radiy. Radioaktivlik deganning kelib chiqishimi bu radiyga munosabatli. Chunki radioaktivlik elementlarning eng kuchligi, eng qimmatbaho element radiy. Şuna pushaymon qiladi. Buningga qo'ygan bo'lsam-chi. Gerçi Maria Fransız er bilen toy qilib, mangu Fransiya fuqarosi bo'lib ketgan bo'lsa-mu, uning ruhi va ilm qomusida chaqnab turgan radioaktiv element poloniy uning bir milliy olim ekanligini isbotlaydi. Keyin o eri bilan birlikda kashf qilgan yana bir elementga eri bilan ikkisining o'rtaq familiyasiga aylangan Curie degan ism qo'ygan. Endi kelayli shu Uyg'ur olimi deyilgan Shuhrat Mutallibga. Uni olim deyishga bo'lsa-mu, uning Uyg'ur millatiga qilgan ne moddiy, ne ma'naviy bir xizmati yo'q. U kashf qilgan kilonlash texnikasi ichida biror narsaga Uyg'ur deb ism qo'yganligini anglab boqmadik. Endi mushundaqlarni Uyg'ur olimi davilishimizning asl sababi bizdagi ulug'liq krizisidandir. Chunki bizdan olim degan bo'lgan kishilar chiqmagan desakmi bo'ladi. Hadisli şairlarını, molla ülemalarını alim devalımız. Mana bu ulug'liq krizisini hal qilish, boş o'rinni to'ldirishga bo'lgan tabiiy intilishdir. Bu haqda men bir flyutni yozgan ulug'liq krizisi mavzusida. Ben bunu ko'p qatim takrorladim, ko'p tilga oldim. Qanchani o'qib baxtani bilmayman. Hozir tor bitimdi bor. Taqdim bag'din degan kategoriyada. Qalgan tasvirlarni, bu ulug'liq krizisi masalasi haqidagi qolgan tasvirlarni shuningdek ko'rsanglar bo'ladi. Demak, bir qahatchilikni, kamtikligimizni yepish urinishi bilan ha demayli birlarini bek ulug'lab ma'budga aylantirib olamiz. Bu mazmundimi bir maqolam tor bitimda. Uyg'ur madaniyat sohasida ma'budchilik degan maqola. Amerika jamiyati ko'p xil kultur qaynashgan bir jamiyat. Amerika alimlerinin hemmisine İngiliz mi? Emas, hamma millatdan bor. Lekin boshqa millatlar Amerikada xizmat qiladigan ilmning qamtini Amerika chaqadigan bir olimni, ispan olimi, arab olimi yoki nemis olimini faxrlanib yurmaydi. Chunki ular biladiki, ular Amerika olimi. Foydasi Amerikaga. Faqat bizlar mana shunday kuchunib ulug'larni yasab chiqamiz. Sababi mushu sohamiz bek yo'qsiz. Boşluqni to'ldirish uchun bu ataqqa shart to'shmaydiganlarni yulab deb o'zimizni xo'sh qilamiz. Bunday qilishimizning bir foydasi bo'lgan bo'lsa, u mayli edi, ammo foydasi yo'q. Faqat AQcha ruhiy g'olibiyatchilik bo'ladi xolos. Ondan yana bir masalam bor. Kasbiy soha va uning sirti masalasi. Masalan, men Uyg'ur tili muhitida yozuvchiman. Shundaqmi yo'qmi? Uyg'ur jamiyati sirtida men kimman? Kanadada turbustisi. Yani bir xil texnik işçi. Amerikaga barsam hech nima emas. Boshqa yerdami shu. Bir chaqlarda radio bilan kurashlarim qizg'andi, ba'zilar menga radioning beshidagi janobni damiltib, qarqo'saq davama, u degan doktor degan. Shu chaqda bir o'qish qilgan edim. Mana shu o'qish bilan bu masalani kasbiy soha va sirt masalasini obrazli ifodalagan bo'ladi. Agar bir ustisatrashni ustisatrashni en moda çaşlını yasayalaydıgan bek kolu yumuşak yetişken bir satraşni sanat ömrüge başlık koysa, her kim bu başlıkni qara qusak dese to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. To'g'ri bo'ladi. Ama birisi qo'pib, yo'q, u degan shunda qo'li yumshaq beksiliq ustisatrash deymi? Desa, mavzuga nima aloqasi? Ustalığı ustudu, ama onun ustalığı satranç kanıda. Yok mu?
Onun ustalığı satırışkında da kaldı. Senet demekte yanıla işlem emas. Şundaqmı yapma? Bu mesele mana şunda oldu. Eğer bir alim bolgan takdirdimi, kesbi sahasının sırtıda o adetdeki bir adam buluşu mümkün. Hatta tamamen dört bir sol tek buluşu mümkün. Naik tabii ki o hem sahanın alim emas da. Menimçe bu sualgıma muşunçlik cevap bereyim. Başka suallarını qarindaşlar hakikaten isimge kemmidi aldırap kaldım. Bu kısqı bir demilişden keyin yana aylıqdek işligili başlaydigan bolgaçqa bu demiliş qıldıgan bek köp iş var. Şu suallarınlarning hemmini toplap tel qılıp almaganlyk üçün bäzi suallar qep qalgan bolışı mümkün. Şunu erinmey, xafa bolmay, eger muhim dep bilseňler, qaytadan yollap qoýsaňlar. Hazırça isimli bağlarını oşunçlik cevapladım. Razı bolgaysızlar. Allah hemmeňlarni niyet kıygan büyük işleriňlardy muvaffak kılsın. Her ýerde bolsaňlar aman kılsın. Allah kilerki bu vakitlerimizni, bu yazın muşunda güzel yazını öz vatanımızda ötküzüşni nasip kılsın. Amin. Hayır hoş.